Sizni ham yuzingiz shunaqa tiniq bo'lib turishi xohlaysizmi? Unda to'g'ri yuz uxudini qilishingiz kerak va men sizga to'g'ri yuz uxud qanaqa qilinishini o'rgataman. Birinchi penkada yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz. Agar sizni yuzingizda makiyaj bo'ladigan bo'lsa, gidrofilli maslada makiyajingizni yechib olishingiz kerak bo'ladi. Yuzingizda chorniy tochkalar juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, Likato brendining enzimli pudrasidan foydalanasiz. Bir haftada 3 marta, 2 haftada o'sha rezultatini sezasiz. Chorniy tochkalaringiz juda ham ko'p joyda yaxshilab ishqalab yuvib tashlaysiz. Yuzingizni yaxshilab yuvib bo'lgach, endi yuzimizga oziqlantiruvchi kremlarimizni surtib olamiz. Birinchi toner ishlatasizlar. Toner yuzdagi suv balansini normaga olib kelishga yordam beradi. Endi yuzimizdagi poralarni qisqartirib beruvchi maska, sivrtkalardan foydalanamiz. Men kollageneviy maskadan foydalandim. Buni Koreyadan zakaz qilganman. Juda ham bomba yuzinglarni namlantirib beradi, oziqlantirib beradi, poralarni qisqartirib berishga yordam beradi. Rezultatini qaranglar, bitta shu maska yuzimni vav darajaga olib keldi. Kimga kerak bo'lsa, shu maskadan zakazga olib kelib beraman. Yuzinglarda dog', ugridan qolgan dog'lar bo'lsa, o'shalarni yo'q qilib beruvchi sivritka kremlardan foydalanasizlar. Men yuzimni oqartiruvchi kremdan foydalandim. Har birta kremni surtganinglarda har doim massaj qilib surtinglar, o'shanda rezultatini ko'rasizlar, ham yuzinglar ham osilib qolmaydi, tarangina bo'lib turadi. Ko'z atrof ajinlarga qarshi krem ishlatasizlar. Men ko'z atrof ajinlarim yo'q. Oldinini olish uchun baribir ishlataman. Yuzim o'ta quruq bo'lgani uchun namlantiruvchi krem ishlatdim. Agar yuzingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, namlantiruvchi krem shart emas. Bu krem ham yuzni oqartiradi, ham chuqur namlan beradi. Mana shu kremni surtib 15 minut yuzimni massaj qildim. Oxirgi etap yuzingizga oddiy maska qo'ysanglar bo'ladi. Men shunaqa spreydan foydalanaman. Mana uxudimiz ham tugadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Shu kabi foydali videolarni meni profilimdan topasiz.